Body kamerangiz yo'q, sizda o'zi tanishtirganingiz ham yo'q menga. Hujjatlar oldi. Hujjatlarni berasizmi, bermaysizmi? O seni hujjating beradi. Yo'q, siz oldingiz-ku mendan hujjatim, to'g'rimi? Ushbu videoda yo'l patrul xizmati xodimi xizmatda mobil video kamerasi amalga oshirayotganligini va haydovchidan hujjatlarni olib qo'yib, hujjatlarni qaytarib bermayotganligi tasvirlangan holatni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sizlarga normaning yuridik tabiatini tushuntirib bermoqchiman. Hammamizga ma'lum, O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 975-soni qarorida belgilab qo'yilgan xizmatda mobil video kamerasiz amalga oshirayotgan yo'l patrul xizmati xodimiga siz hujjatlarni taqdim etmaslik huquqiga egasiz. Ushbu normada norma haydovchiga nima demoqchi? Ushbu norma haydovchiga huquq beryapti. Normaning yuridik tabiati, hurmatli haydovchi deyapti. Agar ko'chada siz yo'l patrul xizmati xodimini mobil video kamerasiz xizmatni amalga oshirayotganligiga guvoh bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu xodimga siz hujjat taqdim qilmaslik huquqiga egasiz deb norma haydovchilarga huquq beryapti va haydovchilar demak hujjat taqdim qilmaslik huquqiga ega ekan. Bu yerdagi video kameraning asosiy vazifasi o'rtada tenglikni va shaffoflikni ta'minlash. Agar biror bir noqonuniy xatti-harakatlar sodir qilinadigan bo'lsa, mana shu xatti-harakatlarni yo haydovchini yo xodimni foydasiga ishlab berishlik uchun sudda dalil sifatida olinishligi uchun qo'yilgan ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, demak, normaning yuridik tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak ham, haydovchining huquqi bor. Mobil video kamerasi xizmatni amalga oshirayotgan xodimga hujjat taqdim qilmaslik huquqiga ega ekan. Hurmatli haydovchilar, o'zlaringizni huquqlaringizni bilingizlar va albatta huquqlaringizni talab qilingizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va videoni barcha haydovchilarga yuborib qo'yishni unutmang.